Vizantiya deyarli 1000 yil davomida Yevropaning eng qudratli davlati bo'lib qolgan hamda antik davr va Rim imperiyasi an'analarini davom ettirgan. 7-sinf Jahon tarixi 6-mavzu. Vizantiya G'arb va Sharq orasida. Vizantiyaning paydo bo'lishi. Imperator Feodosiyning o'g'illari 395-yilda Rim imperiyasini ikki mustaqil davlatga bo'lib olishadi. Biri poytaxti Rim shahri bo'lgan G'arbiy Rim imperiyasi, ikkinchisi poytaxti Konstantinopol shahri bo'lgan Sharqiy Rim imperiyasi. Uni Yunonlar koloniyasi nomi bilan Vizantiya deb ham atashadi. Katta o'g'il Arkadiyga imperiyaning nisbatan boy hududlari tegadi. Unga Bolqon va Kichik Osiyo yarimorollari, Suriya, Falastin, Misr kirgan. Aholisi asosan yunonlar, suriyaliklar, armanlar, yahudiylar, misrliklardan iborat bo'lgan. Yunonlar nisbatan ko'pchilikni tashkil etgani uchun yillar o'tib imperiyada lotin tili o'rnini yunon tili egallaydi. Yevropada Vizantiya aholisini yunonlar deb atashgan, lekin ular o'zlarini romeylar, ya'ni rimliklar deb nomlar edilar. Vizantiyada qulchilik saqlanib qolgan bo'lsa-da, aholisining katta qismini soliq to'laydigan erkin dehqonlar tashkil etishi, sun'iy sug'orishadigan maydonlardan mo'l hosil olinishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlagan. Imperiyada 6-asrda ham Konstantinopol, Aleksandriya, ya'ni Iskandariya, Antioxiya, Edessa singari yirik savdo va hunarmandchilik markazlari gullab yashnagan. Bu omillar xalqlarning buyuk ko'chishlari davrida ham iqtisodni, kuchli qo'shinni, ham an'analarga tayangan davlatchilik va antik madaniyatni saqlab qolish imkoniyatini beradi. Konstantinopol va Aleksandriyani muhtasham binolar, ko'p qavatli uylar, haykallar va favvoralar o'rnatilgan maydonlar bezab turgan. Shaharlarda hunarmandchilikning shishasozlik, movut, ipak gazlamalar to'qish, zargarlik, me'morchilik sohalari yuksalgan. Ispaniyadan Xitoyga qadar bo'lgan hududlardagi mamlakatlar savdogarlari romeylar bozorlariga shoshilganlar. Konstantinopolni ramziy ma'noda Osiyo va Yevropani bog'laydigan oltin ko'prik deb atalganlar. Vizantiyalik savdogarlar g'arbning bozorlarida hashamli kiyimlar va zeb-ziynatlar, qurol-yarog'lar, kamyob idishlar va cherkov jihozlarini xarid qilishgan. Konstantinopol Yevropaning eng yirik shahriga aylangan. Vizantiya numisma tangasi, ya'ni oltin tangasi asrlar davomida ishonchli xalqlar puli hisoblangan. Vasilievs hokimiyati. Sharqiy Rimni Vasilievs, ya'ni yunonchada podshoh boshqargan. Vasilievslar Yevropa, O'rta Osiyo, Shimoliy Afrikani boshqarish huquqini rimliklardan olgan. Imperator Vasilievs amaldorlarni tayinlagan, qonunli chiqargan, qo'shinni boshqargan, urush e'lon qilib tinchlik sulh tuzgan. Lekin u amaldorlar va qo'shin bilan hisoblanishga majbur bo'lgan. Qolaversa, imperator unvonining merosiyligi to'liq kafolatlangan emasdi. Unvonning muqaddasligi imperatorning daxlsizligini anglatmagan. Imperiyaning 1000 yillik tarixida ularni taxtdan ag'darib tashlashlari va hatto qatl etishlari tez-tez uchrab turgan. Ayo Sofiya, ya'ni Avliyo Sofiya. Yustinian davri. Vizantiya o'z qudrati cho'qqisiga Yustinian I, ya'ni 527-yildan 565-yilgi davrida erishadi. U aslida kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan. Amakisi Yustin qo'shinida oddiy askarlikdan sarkarda darajasiga ko'tarilib, imperatorlik taxtini egallaydi. Yustin jiyani Yustinianni saroyga keltirib, uning yaxshi ta'lim olishini ta'minlaydi. Amakisining vafotidan so'ng Yustinian taxtga o'tiradi. U atrofiga iqtidorli sarkardalar, huquqshunoslar, tarixchilarni to'playdi. Uning davrida me'morchilikning ajoyib namunalari Konstantinopoldagi Ayo Sofiya, Avliyo Sofiya, Ravennadagi Italiya, San Vitaliy ibodatxonasi bunyod etilgan. Imperatorning buyrug'iga binoan huquqshunoslar qadimgi Rim qonunlari majmuini yaratishadi, lekin imperator shafqatsiz va chaqimchilarga o'ta ishonuvchan edi. Yustinian orzusi Rim imperiyasining 395-yildan oldingi chegaralarini tiklash bo'lgan. Bu orzusini ro'yobga chiqarish uchun u Shimoliy Afrikani uzoq urushlardan so'ng Italiyaning katta qismini istilo qilsa-da, uning bosib olingan o'lkalarida qullikni tiklashga bo'lgan intilishi mahalla aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Uning g'arbga qilgan harbiy yurishlari, sharqda Eron bilan janglar natijasida xazinasining bo'shab qolishi, aholini xonavayron qilib, qo'shinni holdan to'ydirgan. Dushmanlar qurshovida. Yustinianning vafotidan so'ng Vizantiya hududlari sekin-asta qisqarib boradi. Langobardlar deyarli butun Ispaniyani tortib oladilar. Imperator Irakli bir Eronga qarshi kurashib, Xusrav ikki qo'shinni mag'lub etsa-da, urush har ikki tomonni zaiflashtiradi. Bu esa oradan ko'p o'tmay arablarning Misr, Suriya, Falastinni bosib olishiga, Bolqon yarimorolidan Bulgariya podshohligining vujudga kelishiga imkon beradi. Imperiyaga keyingi asrlarda Slavyanlar, Avarlar, Bijanaklar, Vengerlar, Bolgarlar, Normanlar, Saljuqiy turklar bosqinchilik yurishlar qilishgan. Konstantinopol ham bir necha bor qamal qilingan.
Imperiyaning ahvoli og'irlashgani sari diplomatiya san'ati, muzokaralar olib borish, ittifoqlar tuzish mahorati muhim ahamiyat kasb eta borgan. Shuning uchun zamonaviy diplomatiya asoslariga aynan Vizantiya diplomatiyasining ko'plab qoidalari kirgan. Tarixiy mushohada. Vizantiya imperatorining saroyi o'zining salobati va hashamatligini bilan xorijdan kelgan mehmonlarni lol qoldirgan. Dabdabali qabullar paytida Vasilyevs dullar bilan kashtanlangan hashamatli kiyimlarda bo'lgan. To'q qizil rangni faqat imperator o'z liboslarida qo'llash mumkin bo'lgan. Tantanali marosimda imperatorning o'z aholisi va xorijiy mehmonlar nazarida erishib bo'lmaydigan mavqe nufuziga ko'targan.